Yahudiylar Quddusni tiklayotganda bu devorni bitirishga hech ko'zimiz yetmaydi deb norozilik bildirishardi. Dushmanlar bu tushkunlikdan foydalanib, ularga hujum qilishga qaror qilishdi. Ammo Yahudiylarning rahbari Nahimyo o'z xalqini ruhlantirdi. Dushmanlardan qo'rqmanglar, Rabbini yodingizda tutinglar. U hammani qurol bilan saf tortirdi va dushman chekindi. Nahimyo o'sha kundan o'z odamlarini ikkiga bo'ldi. Ba'zilari qurishardi, boshqalari qo'riqlashardi. Og'ir yuk tashuvchilar bir qo'li bilan mehnat qilib, bir qo'lida qurol ushlab, o'z vazifalarini bajarardilar. Butun xalq tongdan tungacha mehnat qilardi. Masihiycha hayot yovuzlik, gunoh va vasvasalarga qarshi kurashdir. G'alaba qozonish uchun biz doimo ibodat qilishimiz, Xudoning kalomini o'qishimiz, xushxabar aytishimiz, Xudoga ishonishimiz kerak. Siz buni yaxshi uddalaysizmi?